5 ta jiddiy sabab G318 ni sotib olishingiz uchun. 别墅里面唱 K， 水池里面饮冷雨。我送阿硕茶具和研磨虾饼。 Birinchi sabab, uni raqobatchilari yo'q. Bunday hajm va premium opsiyalarni hech qaysi mashinada topa olmaysiz. Ikkinchidan, bu gibrid. 1,5 litrli motor bilan elektromotor tandemida 1000 kilometrdan ko'p masofa bosib o'tiradi. Uchinchidan, texnologiyalar, ulkan displey, o'rindiqlarni abduv, isitish va haqiqiy massaj o'zingizni kelajakda o'tirgandek his qilasiz. Tashqaridan brutal va ishonchli, ichkarida esa sukunat va mayin yurish. Haydaganda shunchaki rohatlanasiz. To'rtinchisi, ovozli boshqaruv. Rus tilida ovoz boshqariladi, menyusi o'zbek tilida, qo'shimcha 6 ta tili bor va navigatsiya kartasi ko'rsatiladi. Haydi Pal, открой люк. Открываю люк. Eng asosiysi dizayn va komfort. Xo'sh, siz shunday mashinani xarid qilarmidingiz? G318 deb kommentariyada yozing.